Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun sizlar bilan yana lola yetishtirish bo'yicha o'z tajribalarimizni ulashamiz. Toshkent shahridan 1100 kilometr uzoqlikda joylashgan Xorazm vohasida bir chiroyli o'zgacha bir lolalar yetishtirilibdi. Shu to'g'risida batafsil ma'lumot berib o'tamiz azizlar. Assalomu alaykum. Ulujon xola, yaxshimisiz? Mana lola piyozlarni tayyorlab qo'ydik. 23 ta xil bo'luvdi. Endi bonus hisobida sizga mana bu 10 ta yana qo'shib berdik. Sariq lolamizdan, o'zimiz eski burunda o'sib kelayotgan yaxshi lolamizdan qo'shdik. Mana bu adreslaringiz, andiqalaringizni mana bu korobkaga joylashtiramiz. Xudo xolasa ustiga mana shu birkani yopishtiramiz. Mana bu ro'yxatlari, mana hammasini ro'yxat bilan yozdik. İçide salafan paketi ichida mana har birining nomini ichiga soldik mana. Bu salafan paketlar teshib qo'ydik, havo o'tib turishi kerak. Borgandan keyin bu paketni ochib, ustini ochish kerak, sirazi ochib qo'yish kerak. Mana bu lola juda ham dimlanib qolish kerak emas. Mana azizlar, 2023-24-yillar davomida bizlar tomonidan Toshkent shahridan 1100 kilometr uzoqlikda joylashgan Xorazm viloyati Urganch shahrida yashovchi Ulujon xolamizga mana shu lola piyozlarni yetkazib bergan edik. Ulujon xolamiz mana hozir ko'rib turibsizlar, lolalarimizni chiroyli tartibda ochiltirishga erishibdilar. Azizlar, Ulujon xolamiz mana shu lola yetishtirish bilan birga boshqa gullar ham yetishtirishda ilg'or gulchi hisoblanadilar. Hozir buni guvohi bo'lasizlar. Mana ko'rgan saringiz odamning ko'zi quvnaveradi. Ulujon xola, sizga ham avvalambor sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shu ishlarda, gulchilik sohasida charchamang. Allohim sizga kuch-quvvat bersin. Doimo mana shu mehnatlaringiz rohatini ko'rib yuring. Xonadoningiz tinch bo'lsin, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin deymiz. Yaxshi niyatlar hamisha hamroh bo'lsin. Azizlar, gulchilik sohasi bu bir qiziq sohalardan biri bo'lib, mana shu yangilikka intilish degan ma'noni bildiradi. Endi azizlar, mana shu Ulujon xolamiz ham qayerda yaxshi bir gullari ko'rsa olib kelib, ekib, parvarish qilib, ochilguncha kutadilar ularni. Ochilgandan keyin odamni mana shundoq bari dili ochiladi. Ko'rgandan keyin odamning ko'zi quvnaydi. Uyimiz mana shundoq gullar bilan fayzga to'ladi. Mana shu manzaralarni ko'rish bu niyatni oxiriga yetish demakdir. Azizlar, endi mana shundoq chiroyli gullarni yetishtirish uchun birinchi navbatda bir yaxshi niyat qilib olishimiz kerak. Niyatga yetish uchun avvalambor sabrli bo'lishimiz kerak. Keyingi navbatda mana shu gullarni yetishtirish uchun ozgina bir tajribaga ega bo'lib olishimiz kerak. Mana shu gullarni ekilishi, parvarish qilinishi bo'yicha ozgina tushunchaga ega bo'lib olsak, mana shu niyatlarimizga tezda va osongina yetishish oson bo'ladi hamda natijaga erishamiz inshaalloh. Azizlar, mana shu ko'rib turgan barcha gullar Ulujon xolamizning xonadonidan olingan rasm va videolar hisoblanadi. Bu yilgi 2025-yilda ochilgan barcha gullar kolleksiyasi. Mana shularni ko'rib odamning ko'zi quvnaveradi. Ulujon xolamizni ham ustoz gulchilar qatoriga qo'shamiz. Buning bilan biz barcha xonadon egalariga mana shu motivatsiya bo'lishini tilab qolamiz. Ko'pchilik xonadonda mana shunday gullar ko'payishiga tilakdoshmiz. Bizlar endi mana shu Ulujon xolamizning uyidan olingan rasm va videolarni efirga uzatamiz. Ko'rib zavqlaning.
Assalomu alaykum. Mana sentyabr yanka gullarim. Bunda sadarayxon gulim. Yine fiyoletivisi, oqi. Assalomu alaykum. Gruppadoshlar, yaxshimisizlar? Charchamay. Mana Gullar Olami gruppasida Abdurahmon akani gullaridan bir yil bo'ldi ekkanimga. New Golland degan sort ekan bu. Mana oranjli rengi. Oltita gul. Azizlar, shuning bilan mana shu ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Mana shu ko'rsatuvimiz siz azizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring hamda like tugmachalarini bosishni unutmang. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.